Assalomu alaykum. Qizamiq virusli infeksiyalar guruhiga kiruvchi havo tomchi yo'li orqali yuqadigan o'tkir yuqumli kasallik. Insoniyat qadimdan ma'lum bo'lgan bu kasallikni Buyuk Ibn Sino birinchi bor tanaga toshmalar toshishi va isitmalash bilan kechuvchi chin-chechak, qizilcha, skarlatina, bo'g'malar orasidan solishtirma tashxis yo'li bilan mustaqil nozologik shakliga ajratgan. Qizamiq qo'zg'atuvchi virus tarkibida erinka bo'lib, Paramyxoviridae oilasi morbillivirus avlodiga mansub. Qo'zg'atuvchining yuqish mexanizmi asosan havo tomchi yo'llari bilan namoyon bo'ladi. Kasallikning yagona infeksiya manbai bemor odam. Virus tashuvchanlik bu kasallikda aniqlanmagan. Bemor yo'talganda, aksirganda, gaplashganda kasallik qo'zg'atuvchi viruslar havo oqimiga bilan uzoq masofalarga tarqalishi mumkin. Qizamiq ko'pgina yuqumli kasalliklardan yuqish davrining qisqaligi bilan ajralib turadi. Qizamiqda yashirin davr 7-10 kun, emlangan yoki qizamiqqa qarshi immunoglobulin olganlarda 21 kungacha cho'zilishi mumkin. Qizamiq kasalligi umumiy intoksikatsiya, tana haroratining oshishi, konjunktivit, yuqori nafas yo'llari yallig'lanishi va terida o'ziga xos bosqichma-bosqich dog'li toshmalar toshishi kabi belgilar bilan kechadi. Kasallikni yuqtirib olgan bemor atrofdagilar uchun 8-10 kun davomida zararli hisoblanadi. Bu davr toshmalar toshishidan 4 kun oldin, toshmalar toshishidan 4 kun keyingi kunlarga to'g'ri keladi. Kasallikni klinikasida 4 davr tafovut etiladi. Birinchi yashirin davr 10-17 kun o'rtacha, uzog'i maksimal 21 kungacha. Ikkinchi kataral davr 3-4 kun davom etadi. Uchinchi toshma davri 3-4 kun davom etadi. To'rtinchi pigmentatsiya davri bu 1-2 haftagacha davom etishi mumkin. Hozirgi kunda dunyoning ko'pgina mamlakatlarida qizamiq bilan har yili 40 millionga yaqin bolalar kasallanadi. Ular orasida 10% dan ortig'i o'lim holatlari bilan yakunlanadi. Kasallik asosan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda sog'lik uchun jiddiy asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu bolalarni boshdan kechirishi mumkin bo'lgan alomatlarni jiddiyligini oldindan aytish hech qanday ilojisi bo'lmaydi. Kasallikni boshdan kechirgan bolalarda ba'zi holatlarda pnevmoniya, ya'ni o'pka infeksiyasi, ensefalit, miya ishi kabi og'ir asoratlardan aziyat chekishadi. Qizamiq bilan og'rigan har 20 boladan bir nafarida pnevmoniya bilan kasallanish kuzatiladi. Bu esa yosh bolalarda qizamiq tufayli o'lim holatini keng tarqalganlik sababidir. Qizamiq bilan og'rigan har 10 ming bolaning bir nafarida ensefalit, ya'ni miya ishi kuzatilib, bu bolani talvasaga olib keladi va natijada bolada karlik va aqliy zaiflashish holati kuzatiladi. Qizamiq bilan og'rigan har 10 ming bolaning 1-3 nafarida nafas olish va nevrologik asoratlardan vafot etishi mumkin. Vaksina olmagan homilador ayollarni muddatdan oldin tug'ishga yoki kam vaznli chaqaloqni dunyoga keltirishiga sabab bo'ladi. Qizamiq hali ham dunyoning ko'p davlatlarida uchrab turadi. Sizning oilangiz xalqaro miqyosda sayohatga chiqmasa ham, siz jamiyatimizning turli joylarida ushbu kasallik bilan kasallanishingiz mumkin. Qizamiq kasalligini O'zbekistonga emlanmagan sayohatchilar boshqa mamlakatlarda bo'lganlaridan keyin o'zlari bilan olib kelishadi. Qizamiqqa qarshi maxsus davolanish mavjud emas, biroq kasallikni oldini olishning samarali usuli mavjud. Bu har yili millionlab insonlarning hayotini saqlab qoladigan qizamiq qizilcha parazitga qarshi emlanishdir. Emlash ishlari O'zbekiston Respublikasining Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya qoida va me'yorlari bilan tasdiqlangan emlash taqvimiga ko'ra bepul amalga oshiriladi. Taqvimga muvofiq bolalar 1 yosh va 6 yoshda 2 marotaba ushbu infeksiyaga qarshi emlanadi. Farzandlarni o'z vaqtida emlash kelajakda ularni qizamiq kasalligi natijasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan og'ir asoratlardan himoya qiladi.